bir xil odam kuchi orqali yasalgan ximiyalik tarkib bor. Manhattan plan jarayonida bayqalgan. U barliq elementlarni chetga qoqadi, bo'libmi suvni chetga qoqadi. Shunga olimlar u narsa orqali tarixdagi tunji tankiga ishlatadigan suvni mudofaalash qavit yasagan. Uni vayron qilib bo'lmaydi. Shunga ba'zi kichik shirkatlar bu xil narsani nemishqi faqat urushda ishlatilmas, nemishqi bu xil narsa Amerikadagi tumanlagan oila kiranmaydi deb o'ylagan. Doban shirkatida ularning orasiga biri. Shunga ular bu xil PFOA deb ataladigan ximiyalik tarkibni setib olib, uni C8 deb atagan. Arqadan Doban şirketi özünün qo'g'inish qavitini yasashga boshlagan. Ya'ni tankiga ishlatmay tuztaklik qozon yasagan. Ular bu mahsulotni alohida ajdarho deb atab, Amerikadagi to'mirchilarning irodasiga vakillik qildirgan. Biroq boshdan boshlabla bu ishda chatoq bor. Alohida qozonni tadqiq qilgan ham yasashga qatnashgan ishchilar turli kasal bo'lib yondirish, qizish alomati ko'rilgan. Doban shirkati buning sababini bilish uchun tamakining tarkibiga alohida filtr qo'shib qo'ygan. Ham bir to'p ishchilarga, "Hey, kelinglar, tamaki chekinglar" degan. Ishchilar ularning deganda qilgan. Biroq ularning hammasi doktorxonaga kirib qolgan. O dal 1962-yili Doban şirketi alohida qozonni ishlab chiqarib 1 yildan keyin uning ziyonli ekanligini bilgan. 3M şirketi bir xil maydan ham suvdan saqlangan ximiyalik buyum yasagan, ham maymun orqali sinab qilgan. Natijada ko'p qismi maymunning o'lganligini bayqagan. Doban şirketimi sababini bilmaydi emas. Ularmi chashqan orqali sinab qilib qolgan. Ham ularning a'zolarining yo'qolib ketganligini, chashqanlarning rak bo'lib qolganligini bayqagan. Amildar chashqanga sinab qilib qolgan vaqtda yangi tug'ilgan chashqan bolasining ko'zining g'alati bo'lib qolganligini ular bayqab qolgan. Shunga ular darhol ishlab chiqarish liniyasidagi barliq ayollarni boshqa joyga yo'tkib etgan, biroq ularga sababini aytib bermagan. Sobilining xizmati dal mushundoq C8 qashlangan alohida cho'ng küplarni yuyish edi. Ayni vaqtda u homildor bo'lib qolgan. U tuqqan bolaning faqat birli burun teshigi bor edi. Ko'zimi g'alati tug'ilgan. Dobanning chashqan qilgan siniqi esingizda bormi? Shunga Suxonim Doban shirkatiga berib, nemishqa bu mahsulotni ishlab chiqarishdan to'xtatsizlar. Ajiba balamni mushunda qilib qo'yg'ini C8 mo deb so'raydi. Ular yo'q deb javob berdi. Orqadinlar uning shu xil mahsulotni ishlab chiqarishga qatnashgan barliq xotirasi o'chirildi. Doban hamma ishni biladi. Ular zaharli gazning havoga chiqib ketganini, tuproq ko'milgan C8 ning xili uzungacha rahni paydo qilganligini, o'zining xizmatchilarining to'xtamay rak kasali bo'lib kelayotganligini, iste'molchilarning rak kasali bo'lib qoladiganligini obdan biladi. C8 faqat alohida qozon ichida emas, yana sirda, to'qilma buyumlarda, yomg'irlik kiyimida, oyoqdimi bor. Ta bugungacha